Me'morlar keraksiz deb uloqtirgan tosh saroy peshtoqidan o'rin oldi. Bu gap bir vaqtlar Urganchda yashab o'tgan rassom Sapodoshjon ijodi haqida yozilgan hikmatli so'zdir. Rassom Sapodoshjon tasviriy san'at bo'yicha maxsus ta'lim olmagan. Shu bois uning asarlari Sovet davrida uzoq vaqt professional ko'rgazma va muzeylardan uzoq tutildi. O'qimishli rassomlar uni kamsitib, sen havaskorsan, sen faqat profsoyuz liniyasida ko'rgazma qila olasan deyishdi. Bu kamsitishlar ortidan rassom o'z asarlarini hammaga ham ko'rsatmaydigan bo'ldi. Xotin, bola chaqa qilmay o'zini ijodga bag'ishlagan rassom el orasida Safo Orqayin degan nom oldi. Ichida huzur halovati bo'lgan odamni Xorazmda Orqayin deyishadi. Rassom Urganchdagi drama teatrida butaforachi bo'lib ishlardi. Spektakllardagi botirlar ko'targan qilich va xonlar o'tirgan taxtlarni yasardi Safo Orqayin. 1983-yili Urganchda suratlar galereyasi ochilganida muzey kolleksiyasida Sapodoshjonning bitta ham asari yo'q edi. O'sha paytdagi qoidaga ko'ra faqat o'qigan rassomlar asarigina muzeyga qo'yilardi. 1984-yili Urganch suratlar galereyasida bosh muhofiz bo'lib ishlagan Shuhrat Bobojon har qanday qoidaning istisnosi bor deya rassom asarini ko'tarib Toshkentga olib bordi. O'zbekiston SSR Madaniyat vazirligi tasviriy san'at bo'limi hamda vazirlik qoshidagi davlat ekspert komissiyasi rassom taqdirini hal qiladigan instansiya edi. O'sha paytda vazirlikda bo'lim boshlig'i bo'lib ishlagan san'atshunos Margarita Sokolova rassom Sapodoshjon ijodini qo'llab-quvvatladi. Asar ko'rib chiqilayotgan paytda komissiya a'zolaridan kimdir rassom qayerda o'qigan deb so'radi. Shunda Shuhrat Bobojon rassom Turkmanistonning Mori shahridagi bilim yurtini tugatgan deb javob berdi va bu javob komissiya uchun yetarli bo'ldi. Rassom Sapodoshjon asari 400 sovet so'miga narxlandi va muzey bu pulni to'ladi. Ammo bu yerda puldan ham ko'ra muhim jihat bor edi. Sapodoshjon SSR Madaniyat vazirligi tarafidan professional rassom deya e'tirof qilinib, asari muzey kolleksiyasidan o'rin olgan edi. O'sha davr qoidasiga ko'ra SSRdagi barcha muzeylar yagona fond hisoblanar va de yure Sapodoshjon asari Repin rasmlari bilan teng qiymat kasb qilgandi. Bu bir kichik g'alaba edi. Endigi vazifa Sapodoshjonning buyuk rassom ekanligini elga ko'rsatish edi. O'sha paytda Moskvadagi Surikov nomli rassomlik akademiyasida o'qiyotgan Davron Yo'ldoshev kanikulda Urganchga kelib, rassom Sapodoshjonning hozirgi til bilan aytganda PR kompaniyasiga bosh-qosh bo'ldi. Rassom Sapodoshjonning katta ko'rgazmasini Urganch muzeyida ochish rejasi tuzildi. O'sha paytda madaniyat boshqarmasi boshlig'i bo'lgan Yo'ldosh aka Yusupov bu rejani tasdiqlab berdi. Ko'rgazma ochilishidan oldin Xorazm televideniyasida Sapodoshjonga bag'ishlangan 1 soatlik ko'rsatuv efirga uzatilishini o'sha paytda televideniyada rahbar bo'lgan dramaturg Quronboy Matrizayev rejaga kiritdi. Ko'rsatuv ssenariysini yozishni men zimmamga oldim. Men o'sha paytda Toshkent davlat universiteti jurnalistika fakultetida o'qir va yozgi praktikani viloyat televideniyasida o'tayotgan edim. Taniqli kinooperator Albert og'a rassom Sapodoshjonning Furqat ko'chasidagi uyiga borib, uning ijod lahzalarini kinolentaga muhrladi. Bu lenta ko'rsatuv mobaynida efirga uzatildi. Ko'rsatuvni jonli efirda o'sha paytda Urganch muzeyi bosh muhofizi bo'lib ishlagan Shuhrat Bobojon olib bordi. Sapodoshjon asarlari Picasso, Russo va Pirosmani kabi dunyoga mashhur rassomlar asarlari bilan muqoyasa qilindi. O'qimishli rassomlardan biriga bu ko'rsatuv yoqmadi. Ammo bu rassom o'zgarayotgan ijtimoiy fikrga bo'ysunishdan boshqa chora yo'qligini tushungan edi. Rassom Sapodoshjonni reabilitatsiya qilishga SSR matbuoti safarbar qilingan edi.
Sovet O'zbekistoni san'ati deb nomlangan jurnal xodimi bo'lib ishlagan shoir Asqar Mahkam atay Toshkentdan Urganchga kelib, rassom Safodoshjon haqida maqola hozirladi. Nihoyat Urganch suratlar galereyasida rassom Safodoshjonning umr bo'yi chizgan 100 ga yaqin asari bir varakayiga namoyish qilinadigan ko'rgazma ochiladigan kun yetib keldi. Ko'rgazma katalogini chop qilish Esir davrida juda qiyin masala edi. Maxsus izn lozim edi. O'sha paytda matbuot qo'mitasida ishlagan hozirda marhum Ulug'bek Yo'ldoshev katalog masalasini ijobiy hal qilib berdi. Odatda ma'yus yuradigan rassom Safodoshjon yuziga tabassum yugurgan edi. Yirtiq, yaroq kiyimlarda ko'rishga odatlanganimiz rassom o'sha kuni bashang kiyingandi. Ko'rgazma eng yuksak saviyada ochildi. O'sha paytda Moskvadan kelgan san'atshunos Arsenyev ekspozitsiya markazidagi rasmni ko'rgazmada qo'yish xavfli bo'lgan antisovet san'ati deb baholadi. Moskvalik san'atshunosni hurkitgan asar Lenin Xivada deb atalgandi. Asar markazidagi Lenin Xivaga musibat keltirgan obraz o'laroq gavdalangandi. Ammo o'sha davrda o'z muammolari bilan ashir-nashir bo'lgan Moskva olis muzofotdagi rassom nazoratiga hafsala qilmadi. Rassom Safodoshjon ko'rgazmaga qo'yilgan asarlarini muzeydan uyiga olib ketmadi. Rassom xalqdan ilhomlanib yaratgan asarlarini xalqqa inom etdi. Bundan kattaroq saxiylikni men hali uchratmagandim. Asarlar muzeyning doimiy fondidan abadiy o'rin oldi. Bu hikoyaning ijobiy tomoni rassomning ko'zi tirik paytida qadrlangani. Rassomni tushunish uchun u tug'ilgan yerga boring. Bu gapni nemis shoiri Goethe aytgan. Urganchga borsangiz albatta muzeyga kirib, rassom Safodoshjon asarlarini ko'ring. Rassom o'z hayotidagi ilk va yagona ko'rgazmasini Qo'shig'imsan Xorazm deya nomlagan edi. Rassom bugun hayotda yo'q. Ammo u chizgan rasmlar muzeyda o'z yurtini tarannum qilgan qo'shiq kabi yangrab turibdi. Me'morlar keraksiz deb uloqtirgan tosh saroy peshtoqidan o'rin oldi.